Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Axlarovna, 15 yildan ortiq stajga ega ginekologman. Keling sizlar bilan bugun tug'ruqdan keyin qorinni yo'qotish haqida batafsil gaplashamiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, tug'ruqdan keyingi bu qorinni kirgizishni faqatgina operatsiya yo'li bilan yoki bo'lmasam har xil ozdiruvchi dorilar bilan kirgizish mumkin deb o'ylashadi yoki bo'lmasam ayollarimiz o'ylashadiki, shundoq qolsa ham bo'laveradi. Menga shu ma'qul deb o'ylashadi. Kelinglar sizlarga hozir qisqacha biladiganlar va bilmaydiganlar uchun homila qayerda o'sishini tushuntirib beraman. Normada ayollarda bachadon bo'ladi. Bu bachadonni ichida homila o'sishi kerak. Normada ba'zi holatlarda homiladorlik bachadondan tashqari turbada yoki qorin bo'shlig'ida ham uchraydi, lekin bunday homiladorlik o'smaydi, rivojlanmaydi. Homila bachadonda bo'lsagina u o'sib tug'ilishi mumkin. Nima uchun ayollarimizda, semiz ayollarimizda ozish uchun 1 yil 2 yil ketadi, lekin tug'ruqdan keyingi ayollarimizda ozish uchun 1 oy vaqt ketadi. Buni tushuntirib beraman. Tug'ilgan ayollarimizda bachadon, mana homila matkani ichida, bachadonning ichida bo'ladi. Bu homiladorlik davrida bachadon kattalashib boradi va homila tug'ilgandan so'ng bachadon o'sha katta razmerda qolib ketadi. Ya'ni qorinni ichki qismida razmeri kattalashgani uchun qorin chiqib, ayollar tug'ruqdan keyin qorni chiqib qolishadi. Bu matkani hisobiga bo'ladi. Semiz ayollarimizda bo'lsa, qorinni oldingi yog' devori, kletchatkasi hisobiga bu semizlik hisoblanadi. Tug'ilgan ayollarimizdagi bachadonni qisqartirsak, o'sha qorinni kirgizishga yordam beradi. Tug'ruqdan keyin qorinni 1 oy ichida qanday qilib kirgizamiz? Buning uchun plastik operatsiyalar yoki qimmat dorilar iste'mol qilish yoki har xil vrachlar aytgan narsalarni qilish kerak emas. Qachonki tug'ruqdan keyin ayollarimizda bachadon o'sha men aytganimdek razmerlari normaga tushib, qorin old mushaklari tug'ruqdan keyin ochilib ketgan bo'ladi, kengayib ketgan bo'ladi. Ular normaga tushishi va tug'ruqdan keyingi ayollarimizda отекlar, shishlar bo'ladi. Ular qaytsa o'zi normaga keladi. Buning uchun nima qilamiz? Tug'ruqdan keyin ayollarimizni to'g'ri nafas olish rejimini bajarish mashqlari bor. Bundan tashqari qorinni oldida mushaklarini joyiga keltirish uchun va bachadonni qisqartirish uchun bandajlar toqib yurishlari va to'g'ri ovqatlanishga, ko'proq yog'siz, shirinliksiz va gazli bo'lmagan ichimliklar iste'mol qilishlari bu tezroq 1 oy davomida qorinni to'g'ri joyiga kelishiga yordam beradi. Agarda mana shu 1 oy davomida qorningizda, o'sha bachadoningizda, qorningiz pastki qismida kuchli og'riq bo'lsa, bunda darhol shifokorga borishingiz shart. Qaysi ayollarda qorin kirishi bu kechroq bo'ladi. Qachonki bachadonning razmerlari normada qisqarmasa, qorin old mushaklari o'zini joyiga kelmasa yoki bo'lmasam parhezga rioya qilmaydigan ayollarda va oldin o'zi to'laroq bo'lsa, semiz bo'lgan ayollarda bu jarayon sekinroq kechadi. Kesarvada tug'ilgan ayollar uchun esa bu boshqacha ketadi. Ya'ni kesarvadan keyin oldingi qorin oldiga chok tushganligi sababli ularga bandaj bog'lash mumkin emas va press mashqlarini bajarish ham mumkin emas. Sababi qorin oldi devori hali to'liq tiklanmagan bo'ladi. Shuning uchun bandaj ham tavsiya etilmaydi. Qachonki kesarvani o'rnidagi choklarda ipi olingandan so'ng bandaj bilan bog'lanadi va yengil mashqlar bajarish buyuriladi. Ko'pchilik ayollarimiz tug'ruqdan keyin qorinni kirgizish uchun har xil ozdiruvchi preparatlar iste'mol qilishadi. Bu noto'g'ri. Sababi tug'ruqdan keyin emizikli ayollar uchun bu zararli hisoblanadi. Bu bolangiz uchun ham, o'zingiz uchun ham zararli hisoblanadi. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qoling.